Shokolad va olcha ideal uyg'unlik. Bismillah deb tayyorlaymiz. Biskvitiga tuxum bilan shakar, oppoq pechni massa qilib ko'pirtiramiz, yog' solamiz, kakao, razrxritel, un solib lopatada tepadan pastga qilib aralashtirib olamiz. Qolipimizga foliga o'rab, biskvitni solib tekislaymiz va duxovkaga 180 gradusda pishirib olamiz. Yaxshilab sovib olgan biskvitlarimizni o'rtasidan 3 ga bo'lamiz, dan propitka qilib qoldiramiz va olchali konfini tayyorlaymiz. Olchani cho'pirda maydalaymiz, shakar, kraxmal solib yaxshilab aralashtirib quyultirib olamiz. Propitka qilingan biskvitlarimizga yupqa qilib surib, xona haroratida 5 daqiqaga qoldiramiz. Mazali qaymoqli krem uchun bolalikdagi tabiiy ta'm Pure Milk qaymog'ini 45%ligidan moloko va cho'ka krem solib aralashtirib quyuq krem tayyorlab olamiz. Kremni uchdan bir qismini qalinggina qilib olchali konfi ustidan suramiz, keyingi qavatini yopamiz. Yana kremdan qalinggina tekis qilib suramiz. Biskvitni 3-qavatini yopib, kremni qolgan qismini biskvit ustiga va chetlariga yopib morozilkaga jo'natamiz. 2-3 soat morozilkada turib yaxshilab qotib olgan biskvitlarimiz ustidan shokoladli ganash qo'yamiz. Ganashni qolgan qismini 5 daqiqaga morozilkaga qo'yib, xuddi videoda ko'rsatilgandagi pirojnigimiz ustidan chiqazib olamiz. Pirojnigimizni chala yaxlagan holatida kessak, tekis chiroyli bo'lib kesiladi. Bu pirojni uchun bitta like bosishni unutmang.